Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, motoblok ishqibozlari. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda Kentavr motobloklarimizni skidkaga qo'yganmiz. Bilasizlar, narxlarini tushirib qo'yganmiz. Ko'pchilik klientlarimiz kelib xarid qilishyapti. Sizlarga ham qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Sifatlari xudo xolasa nomerali motoblok hozirgi kunda Kentavr motoblogi. Benzinli xohlaganlarga Solarishni varianti ham bor. Benzin 7 ot kuchi tortma orqali zavod bo'ladi. Sotuv bo'yicha ham hozirgi kunda eng ko'p sotiladigan motobloklarımizdan biri. Bitta hovliga xo'jalikka olib qo'ysangiz 15-20 soatga joysiz bemalol ishlab o'zingiz nima ish qilasiz, kultivatsiya, chopir qilasizmi, telashga ulasangiz ham bo'laveradi. Xullas, universal traktor bitta hovliga kerakli buyum hisoblanadi. Kentavr zavodi o'zimiz dillerimiz, Kentavr texnikalarini olib kelamiz. Motorlari deysizmi Kentavrni, mana bunaqangi gushenishli sepli motobloklari ham bor. Kasilkalari, dvijoglari, suv nasoslari mana Kentavr hammasi. Drabilkalar ham hattoki Kentavr zavodidan bizga Kentavr brendi. Xullas, nima texnika kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hozirgi obzorda benzinli motobloklar. Motorlari 170 motor bilan jihozlangan, daqiqa 7 ot kuchi, 7,5 yozib qo'ygan buni. Lekin 7 ot kuchi bo'ladi. Ko'p joylarda 7,5 ot kuchi deyiladi. Yarim degan narsa bo'lmaydi. Bu HP hisoblanadi. 7 ot kuchi mana motorlariga 170 model. Mana bu joyiga mana o'yib yozib qo'ygan 100. Xo'p, hozir ko'rinadimi sizlar? Mana 170 motor. Tepasida ham pasport qismida ham bor. 950 lik deyiladi korobka qismida. 900 ligi bo'ladi. Bu 950 lik model mana. Xo'p, model 950. Xo'p, skoroslari oldiga ikkitadan, orqaga bittadan zadniy skoroslari bor. Remelli emas, kardanli peredacha. Balonlari 400 ga 8, agat ichida bemalol razmerga o'zgaraveradi. Ya'ni 60-70 agat deysizmi, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Tortma orqali zavod bo'ladi. Benzin baki 3,5 litrli bakdan qo'yilgan. Oldida o'zini filtrlari ham bor. Maslinli filtr bo'ladi albatta. Bunga moy quyib ishlatiladi. Xo'p, motoblok ishlatgan odamlar bo'lsa juda ham yaxshi biladi. Mana bu o'chiradi yoqadigan knopkalar hattoki o'zi arzimagan detal hisoblanadi, lekin juda ham sifatlisidan qo'yib kelingan salarkalinikidaman. Temir o'chirib yoqadigan knopkalari ham ko'p joyda mana shu narsa plastmassa bo'ladi. Bu temirli, gazlari ham temirli, ponni temirdan, plastmassa emas. O'zingiz bo'yingizga qarab, bo'yini bemalol moslavasangiz bo'laveradi, baland past qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, vomi bor. Ko'pchilik so'raydi, jatga qo'ysa bo'ladimi? Bunga jatga tushmaydi 7 taliklarga, bitta bunga emas, 7-6 kuchlilarga jatga tushmaydi. Bunga xo'p, suv nasos qo'ysangiz bo'ladi, keyin karter apparatlari, dori apparatlarini ustanovka qilsangiz bo'ladi. Ya'ni mana bunaqangi dori apparatlarini bemalol orqasiga ustanovka qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Teleshga qo'ysangiz ham bo'laveradi. Korobkalar ham o'sha sifatli, yaxshi korobkalardan qo'yib kelgan. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan motoblogimiz, lekin 100% Xitoy bo'ladi. Ko'p joylarda germanskiy deb sotilyapti ekan, germanskiy bo'lmaydi. Faqat Germaniya texnologiyasi yozib qo'yadi, 100% Xitoy mahsuloti. Ko'rishinglar mumkin, juda ham sifatli motoblok. 3 xil rangidan bor. Mana xohlaganlarga yashil rangidan bor, xohlaganlarga ko'k rangi bor, xohlaganlarga qizil varianti bor. Narxi yana qaytarib o'taman, atrofda kamida 3,5 million so'm sotiladi. Germanskiy deb sotiladigan motobloklar bizning do'konimizdan atiga 2,900,000 so'mdan kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Ortiqcha 1 so'm to'lov qilinmaydi. Komplektida frezasi bor. Xohlagan rangingizdan, xohlasangiz yashil holatda, xohlasangiz ko'zingiz oldida tayyor qilib yig'ib beramiz. Yashil rangi bor, ko'k rangidan bor hamda qizil rangidan bor. Narxi kimga qiziq bo'lsa, bu oxirgi narxi, ya'ni hisob-kitob qilib taqalgan narxini chiqarganmiz. Kami yo'q, bo'ladigan narxi 2,900,000 so'mdan kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Atrofda 3,5 million so'm, 4 milliongacha sotilyapti bu motobloklar. Bizda Optim, o'zimiz birinchi qo'limiz, o'zimiz olib kiramiz Kentavr motobloklarni. Olib sotishga, foydalanishga degan akalarimiz ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Eng arzon narxlarda qilib beramiz. Optimga bundan ham skidka qilib beramiz.
kolesisiz oladiganlarga bundan ham skidka qilib beramiz. Bu donovoy narxi 2.900.000 dastavka Toshkent shahar ichida tekin. Agar kimdan kim viloyatdan uzoqroqda olmoqchi bo'lganlarga Isuzu petakgacha olib chiqib beramiz. Upakovka holatda. Yengil mashinalarni bagajiga ham sig'adi. Agar ko'pchilik so'raydi, yashiga qanaqa holatda bo'ladi? Yashik upakovka holatda ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz.